Bismillahirrahmanirrahim. Qarilarning hurmatlanadiganligi va ularga aziyat berishning cheklanadiganligi to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: Kimki diniy ishlarni ulug'laydi ekan, bu dillarning taqvoliqidandir. Alloh taolo yana mundaq deydi: Kimki Allohning dinining ahkomlarini ulug'lasa, bu Parvardigorining dargohida uning uchun yaxshidir. Alloh taolo mundaq deydi: Mu'minlarga kamtar bo'lg'in. Alloh taolo mundaq deydi: Mümin va mu'minalarga qilmagan ishlarni chaplab azor berdiganlar ochiq oshkora bo'hton va gunohni ustiga ortib olgan bo'ladi. Biz ilgirki babda Abu Mas'ud al-Ansari va Ibn Abbas radhiyallohu anhular rivoyat qilgan munosabat hadislarni bayon qilgan edik. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan edi: Yaşanğan musulmonlarni hurmatlash, Qur'onga amal qilishda chekdan oshirib o'tmagan, Qur'ondan chetnimgan qorilarni va adil hukmdorlarni hurmatlash Allohni ulug'lash jumlasidandir. Bu hadisni Abu Davud rivoyat qilgan bo'lib, hasan hadisdir. Aisha radhiyallohu anha mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizni kishilarga loyiqida muomala qilishga buyurgan. Bu hadisni Abu Davud Sunan nomli kitobida, Bazzar Musnad nomli kitobida rivoyat qilgan. Hakim Hadis ilmlari nomli kitobida sahih degan. Jabir radhiyallohu anhu mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom Uhud shahidlarini ikkidan qilib bir yerga yiqqandan keyin ularning qaysisi Qur'onni ko'proq yodqa biladi deb so'ragan edi. Ularning qaysisiga ishorat qilinsa, uni burun yerlikka qo'ygan edi. Bu hadisni Buxoriy rivoyat qilgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Alloh taolo kimki mening yaxshi bandamga aziyat bersa, men uningga jang e'lon qilaman deydi. Bu hadisni Buxoriy rivoyat qilgan. Sahih Muslimda Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligi kelgan: Kimki bomdod namozini o'qisa, u Allohning himoyasida bo'ladi. Alloh taolo sizlardan o'z himoyasiga kishi to'g'riliq hisob olib qolmasin. İkki katta imam Abu Hanifa va Shafi'i rahimahumullohlar mundaq degan: Agar ulamolar Allohning avliyolari bo'lmasa, undaqda bu Allohning hech avliyosi yo'q demakdir. Imam Hafiz Abu Qasim ibn Asakir rahimahulloh mundaq deydi: Ey qarindishim, Alloh hammamizni o'z roziligiga muvaffaq qilsin. Allohdan qo'rqadigan va loyiq taqvodorlik qiladigan kishilardan qilsin. Esingizda bo'lsinki, ulamolarning go'shtlari zaharlikdir. Allohning ularga til uzatganlarini rasvo qilib kelayotganligi hammaga ma'lumdir. Kimki ularni hech yiqmasdan hadislar ayiblaydi ekan, Alloh uni o'lishdan ilgari qalb o'limiga mubtalo qiladi. Alloh taolo mundaq deydi: Payg'ambarning amriga xiloflik qilguvchilar dunyoda cho'ng bir fitnaga yo'liqishdan yoki oxiratda qattiq azob duchor bo'lishdan qo'rqsin.